Kim bo'lishidan qat'iy nazar shu qoidaga amal qilsa, hayotidagi hamma muammolarga yechim topadi va barcha orzu-niyatlariga erishadi. Diqqat qiling. Qarzdormisiz yoki bemorsiz yoki farzandingiz bemor, oqqonmi, saratonmi, boshqa kasalmi farqi yo'q. Davolata olmayapsiz. Pulingiz yo'q yoki ota-onangiz bemor, ularni davolata olmayapsiz. Yoki ota-onangizni umraga, hajga jo'nataman deb niyat qilgansiz, lekin olib bora olmayapsiz, imkoniyatingiz yo'q. Yoki qorningiz to'yib ovqat yemayapti. Yoki har oy ijara u yoqdan bu yoqqa ko'cha verib, joningizga to'yib ketgan, uy olish uchun pul yig'a olmayapsiz, pulingiz yo'q. Ijara yurib xunob bo'lib ketgansiz. Yoki avtomobil olaman deb niyat qilib necha yildan beri pul yig'ayapsiz, ola olmayapsiz. Yoki bemorlik o'zingizni ham, oilangizni ham hayotini izdan chiqarib yubordi. Yoki qumorga berilib ketib, yomon yo'llarga kirib ketdingiz. Ichkilikka berildingiz, onlayn qumorga berildingiz, firibgarlikka o'tib ketdingiz yoki sizni firibgarlar aldashdi, pulingizni olib, haqqingizni yeb ketishdi yoki ishdan haydaldingiz, ish qidirib yuribsiz, ishsizsiz. Farqi yo'q. Mana shu qoidaga amal qiling, hayotingiz tubdan o'zgarib ketadi.